Tog' echkilari, yaqinroq keling, bugungi tahlil siz haqingizda bo'ladi. 2025-yil sen uchun sinovlar yili bo'ldi. To'g'ri, tan olish kerak, bu oson bo'lmadi. Ko'p kutding, ko'p yiqilding, lekin har safar qayta tiklanding. Tog' echkisi hech qachon pastlikda qolmaydi, u har doim balandlikka yo'l oladi. 2025-yil senga bitta narsani aniq o'rgatdi. Hech kimga suyanmasdan ham yurishni bilasan. Sabr qilgan kunlaring omad bo'lib qaytadi. 2026-yil nihoyat sen uzoq kutgan tog'ning tepasi senga ko'rinadi. Moliyaviy barqarorlik kuchayadi, uzoq kutilgan eshiklar ochiladi. Karyerada sakrash, ya'ni sen sabrli va qat'iyat bilan baland ko'tarilasan. Hurmating oshadi, odamlar seni nihoyat qadrlay boshlaydi. Shaxsiy hayotda aniqlik, ya'ni senga kim kerak yoki hayotingdan kimning chiqib ketishi kerakligini aniq bilasan. Tog' echkilari, 2026-yilda nimaga intilsang, hammasi sen uchun oson, yengil hayotingga kirib keladi. Tog' echkisi, unutma, 2026-yil sening balandlik yuksalishing. Yana qaysi burch haqida bilishni istaysiz? Kommentariyaga yozib keting. Bizga obuna bo'ling.